Kreditga iPhone 17 ni olib olgan, chachini mashincha qilib o'stirib olgan. Dadasi kuyovligida tuflida borib kelyapti to'yga ertalab, qishda. Orzing nima deb so'rasangiz, bitta mashina olsam bo'ldi, menga boshqa hech narsaning keragi yo'q deyapti. Qanaqasiga bitta odamda butun umrlik maqsadi bitta 850 kilolik mashina bo'lishi mumkin. Masalan, faqat o'qish kerak. 10 yildan keyin yorib yuborish kerak pulni topib. Ota-onangiz bilan bir bunday maza qilib yashash kerak-da, o'sha umidni katta qilyapsiz-da bolani ota-ona. Yarim yalang'ochni ko'rib, like bosyapti. Bitta kirsam, o'rtacha videosi 50 ming, 60 mingta like bo'lyapti. Ha biz metod nima desa foydaliroq bo'lar edi deb kechasi bilan o'ylab, bu daftariga yozib chiqib turib gapirsa, prosmotr 500 tadan o'tmayapti. Like'si gapirmasa ham bo'laveradi. 8 ta odam like bosyapti. Yo biz ham yarim yalang'och kiyinib chiqib gapirishimiz kerak, yo bo'lmasam to'g'risida chiqib gapirish kerakmikin, ha? Yana o'sha harom xarishni, fahshni, qumorni targ'ib qilayotgan odamga videosiga like'lar bosilib, qaysidir joyga, viloyatga boradigan bo'lsa, uni kutib olayotgan bolalarni qarang. Yosh bolalar uni kutib olgani chiqib turib tevada 16 ming so'mlik futbolkani irg'ityapti. Bolalar bir-birini ustidan oqlab oryapti 16 ming so'mlik futbolkani olaman deb. Bir-birini ezib o'tib ketyapti. Tursa 16 ming so'm turadi o'sha futbolka. Chiqyapti, o'rtaga irg'ityapti futbolkani. Talash 16 ming so'mlik futbolka. Achinib ketasiz. 400 minglik telefonga bolalar ko'chada yugurib yuribdi bog' ichida. 400 ming so'mlik telefonga. Shuna chaqiryapti-da, "O'n aka yugurib borasan" deyapti, "Yugurib qaytib kelasan" deyapti. Kim birinchi kelsa shu telefonni beraman deyapti. 400 ming so'm turadi, yugurib yuribdi. Top-toza ust boshida 50 ming beraman, 50 ta anjumani qilsa, yotib olaman anjumani qilyapti yerda. Bu narsalarni tushunish uchun odam 30 dan o'tish shart emas-da. Prosta ko'zini jicha kattaroq ochib, hayotga shunchaki realniroq qarasa bo'ldi-da odam.